aka, mana bitta akam borlar, 120 kilo veslari, matras olamiz, har gal qattiq matrasga yopishib olgan. Lekin u qattiq matraslari uzoqga bormayapti, eshitishim bo'yicha sog'lig'iga ham zarar ekan. Shu masalada vesi katta odamlarga qanaqa maslahat berasiz? Bo'ldi, men sizni tushundim. Unda yaxshilab eshiting. Vazni 100 kilodan yuqori bo'lgan insonlar uchun yumshoq matras ko'p holatlarda diskomfort bo'ladi. Shuning uchun ular ko'proq standartni qattiq jo'ski matraslarni xarid qilishadi. Lekin bu matraslar ularga uzoq yil xizmat qilib bera olmaydi. Bunga sabab bir-biriga bog'langan prujinalar og'irlik tushgan holatida yonidagi prujinalarni ham tortishadi va shu holatda ko'p holatlarda matras cho'kib qoladi. Bizga vesi og'ir mijozlarimiz aynan shu problema bilan murojaat qilishganda biz ularga har doim Anna nomli modelimizni tavsiya qilamiz. Chunki matrasimizda zichlik darajasi yuqori, lekin yumshoqlik darajasi juda past bo'lgan qattiqroq porolon ishlatganmiz. Matrasimizning asosini bir-biridan alohida ishlovchi независимый пружинный bloklar tashkil etadi. Bu prujinalar 200 kilogacha og'irlik ko'tarishga mo'ljallangan. Matrasimizning balandligi 27 sm. Bu matrasimizga 4 yil garantiya beriladi. Ishlash davri bo'lsa 10 yildan 15 yilgacha. Ushbu matrasimiz haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizga telefon orqali bog'laning yoki direktdan murojaat qiling.